Bilasizlarmi? Yo'q. 10 minutdan keyin lava sekin tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Yo'q. Har 6 sekundda bitta blokka ko'tariladi va xuddi Fortnite o'yini kabi zona kichrayishni boshlaydi. Va bu albatta kanalimizdagi eng epik video hisoblanadi. Ha, bu zo'r-ku. Lekin resurslarni yig'ib olishimiz uchun bizda 10 minut bor. Keyin lava paydo bo'lishni boshlaydi. Faqat 10 minutmi? Va biz boshladik. Xohlagan narsangizni yig'ishingiz mumkin. Masalan, bronyalar yoki daraxtlar. Lekin 10 minutdan keyin lava paydo bo'lishni boshlaydi va hamma o'lgunigacha bu davom etadi. Va yutqazgan odam kombo garchitsa yeydi. Masalan, ketchup, mayonez, relish va xelish. Biz mana shu barchasini bitta tarelkaga qo'shamiz va aralashtiramiz. Yutqazgan odam esa buni yeyish kerak bo'ladi. Hoy bolalar, men temir topdim. Wow, tabriklayman. Creeper. Man. Qara, birinchi narsalarni yig'sang bo'lmaydimi? Sen narsalarni nima qilasan, chuvak? Chunki biz tepada PvP qilishimiz mumkin. Biz PP. Birodar, biz PP emasmiz. Bizda PvP bo'ladi deb o'ylamagan edim. Nega? Men bilmayman. Men nima PvP siz bo'ladi deganmidim? Sen umuman PvP haqida gapirmagan eding. Men temir olayapman. Tan olaman, men ko'p temir yig'ayapman. Xo'sh, men bu yerga temirlarimni qo'ygan edim, kimdir o'g'irlabdi. Kim meni temirimni oldi? Chenler olgan. Ha, men hatto yaqinda emasman. Ha, unda Karl. Men Y27 daman. Unda Chris bo'lsa kerak. Albatta men emas, chunki men hozir Enderman bilan jang qilyapman. Unda menga inventaringni ko'rsat. Bu meni temirim. Menga inventaringni ko'rsat. Bu meni temirim. Nima, o'zingizlarni hurmat qilmaysizlarmi? Nega hamma menga yolg'on gapiryapti? Men buni qilmadim. Men uni qazyapman. Sen o'g'irlayapsan shunaqa. Jimmy, o'zingda bo'lsang-chi. Kim yutishdan qat'iy nazar meni tanlamanglar, chunki Chris meni temirimni o'g'irlayapti. Men seni temiringni o'g'irlaganim yo'q. Atiga 5 minut qoldi. Men fakirlar yig'ayotganim yo'q. Men yutmoqchiman. U fakirlar emas, u Jimmyni temirini o'g'irlayapti. Yo'q, barcha temirlarni Karl o'g'irlayapti, chunki u Jinursin o'g'ri. Qadrdonim, men senga strategiyamni aytaman. Men ko'p temir yig'aman va hammangizni yutaman. Senga temir nimaga kerak? Nimaga senga strategiyamni aytishim kerak? Meni strategiyam esa yerni qazish, chunki yer ajoyib, juda ham ajoyib va go'zal. Yer ortiqcha emas. Keyin osmongacha bino quraman. Menga esa ip kerak. Nima, kamon uchun iplar kerakmi? Men o'zimni strategiyamni aytmoqchi emasman. Mana men o'rgimchaklar orqasidan ketayapman. Qani hamma strategiya o'ylab topsinchi? O'zimni va sana strategiyangni qo'shsak juda ham ajoyib bo'ladi. Bizda temir ko'p bolakay, bizda temir ko'p. Menda to'liq komplekt emas, botinkaga yetmayapti. Kechir biroz kutsang yana temir paydo bo'lardi. Men seni temiringni olganim yo'q, ahmoq. Olganim yo'q. Bolalar, o'ylashimcha sizlarda materiallar juda ham ko'p. Chunki biz ko'p qurishimizga to'g'ri keladi va bunga juda ham ko'p materiallar kerak bo'ladi. Xavotir olma, men Fortnite o'ynayman. Keyin yana olmoslar qani bolalar, olmoslar qani? Olmoslar! Jinursin, men xavotir olishni boshlayapman. Kim uni bu yerga chaqirdi? Jinursin, bu moblar qayerdan paydo bo'ldi? Vaqt bo'ldi do'stlar, endi spawnda ko'rishamiz. Xo'sh do'stlar, hozirdan boshlab biz hech narsani qazimaymiz va olmaymiz. Mayli, hozirdan boshlab biz dushmanlarmiz. Yaxshi. Lava hozirdan boshlab ko'tarilishni boshlaydi. Hammaga omad. To'xta, biz hozirdan urushni boshlashimiz mumkinmi? Ha, hamma bir-birini urishi mumkin. Hozirdan qizarishni boshlayapti. Demak, baryer ham yaqinlashib kelyapti. Nima, rostdanmi do'stim? Bu boshlanishiga mayli, do'stlik. Aytgacha, buni qayerdan olding? Yalmog'izni o'ldirdim. Keyin bu qanaqa sehrligini bilasan? Davolashmi? Lava yaqinlashyapti. Tepaga chiqmagunimizcha qani do'stlashamiz. Demak, boya aytganimdek, har 6 sekundda lava bir blokka ko'tariladi. Mayli, hammaga omad, yonib ketmanglar va yo'qolmanglar. Men tepaga chiqayapman. Jinursin, nega meni yonimda quryapsan? Unda nega sen meni yonimda quryapsan? Bu qo'y endi tamom bo'ldi. Nega meni yonimda quryapsizlar? Do'stlik. Hech qanday do'stlik yo'q. U senga yomonlik qilmoqchi bo'lgan edi. Sen meni temirimni olding. Jinursin, buncha lava tepaga ko'tarilmasa. Yo'q, xudoyim. Jinursin, hamma narsa lavaga aylanyapti. Nega bu yerga chiqayapsan, Jimmy? Senga nima farqi bor? Sizlar meni yonimda, sizlar yonimda bo'lishingizni xohlamayman. Nima, rostdan ham tinmasdan quraveramizmi? Bu sizlarga qurish simulyatori emas. Hammasi tamom bo'ldi, chuvak. Xo'sh, qani, urushmoqchimisan? Tepaga chiqishga qo'yib ber, keyin bemalol urushamiz. Xo'y, chegara yaqinlashyapti. Endi nima qilamiz, bolakaylar? Juda ham tez yaqinlashyapti. Bu narsa sizlarda xavotir uyg'otyaptimi faqat to'g'risi? Ha, bu xavotir uyg'otyapti.
Jin ursin, men nafas olmayapman. Shiftni qo'yib yubormaslik kerak, boshqa narsa miyamga kelmayapti. Voy, yana kimdir qo'li juda ham terlab ketyapti, faqat to'g'risi. Ha, bu juda ham gamersga terlash. Qo'y Jimmy, nima qilyapsan? Qo'y, o'zingga kel, biz bitta tepalikdamiz. Kris, seni bu yerga nima olib keldi? Shunchaki chill qilayotgan edim. Qo'y, orqangda nimadir bor. Qo'y, Karl qayerda? Karl qayerda? Karl mana bu yerda ekan. Salom Karl. Salom. O'sha yerda qolaver. Nima, rostdan hammi Jimmy? Nima desa bo'ladi? Men faqat seni ko'ryapman-da. Mayli. Chenler ular senga qarshi do'st bo'lib olishdi. Qanday bo'lishi mumkin bu narsa endi? Agar ikkalamizdan bittamiz yutsak, bir-birimizga ovoz bermaymiz, xo'pmi? Yaxshi, agar men yutadigan bo'lsam, sen yemaysan. Agar sen yutsang, men yemayman, shundaymi? Xuddi shunday, Jimmy. Yaxshi, endi seni o'ldirish vaqti keldi. Yo'q, bu nimasi bo'ldi? Nima bo'ldi? Qo'y, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Aytsang-chi. Men 1 dan 2 gacha raqam o'yladim, kim birinchi topsa o'sha g'olib. 1. Yaxshi, Karl uyayotgan paytda mana shu tarelkani ushlab turishingni xohlayman, chunki bu sen sababli. Bu faqat sen aybing. Seni o'ldirganimdan afsusdaman, Kris.